Men Erkin Muhammadjon 60/945 Oqchentani haydovchisiman. Bundan 10 kun 15 kun oldin Instagram tarmog'iga video qo'yganman. Qonuniy seriyalarni galki oldab bo'ylarga ta'rifga topganman. Bundan tashqari nomerim yechib harakatlanganman. Peshobotlardan nazorat qilganman. Rez nomer yursam topolmaydi deb o'yladim. Men topishda hozir qonuniy chora ko'rishdi. Sizlarga maslahat berdim. Qilgan ishimdan pushaymonman. Fuqarolarimizga shuni eslatib o'tamizki, xuddi shunday huquqbuzarlikni sodir etganlik uchun sud organlari tomonidan transport vositasini boshqarish huquqidan 1 yildan 2 yilgacha mahrum qilib, bazaviy hisoblash miqdorining 25 baravar miqdorida jarima solishga sabab bo'ladi.